7 kun. Əsərinin avtori aniq bo'lmasimi, oldi bilan avtorga hurmatimizni bildiramiz. Ovozda Sadriddin Najmiddin. Dushanba ko'rishmagili 7 yil bo'lgan do'stim keldi. Seshanba birisi havoli qilgan to'y bog'iq keldi. Chorshanba idoraning yig'ilishi bo'ladi. Payshanba saboqdoshlar yig'ilishi bo'ladi. Juma bir korxonchilar yig'ilishi bo'ladi. Shanba tuqqanlar yig'ilib o'ltirishidi. Yakshanbada bo'lsa bir do'stimizni uzutib qo'yamiz. Hammasi bir-biridan muhim ishlar. Bağmısı bo'lmaydigan to'y, ishmisi sat turadigan o'ltirish. Yo'qlashmasak bo'lmaydigan tuqqan. Didorlashmasak bo'lmaydigan saboqdosh. Mas bo'lmasa bo'lmaydigan odamlar, mas qilmay qo'ymaydigan azizlar. İşmisa yuz bermidi deb xafa bo'ladigan do'st yorallar. Mana mushundaq yashash usuli bizni hol sirtidi. Zehnimiz xo'raydi, pulimiz tugaydi. Salomatligimiz vayron bo'ladi. Vaqtimiz isrof bo'ladi. Hech kimga yomon bo'lib qolmaslik uchun jon jahlimiz bilan tirishib qurbonlik berib, oxirida hech kimga yaxshi bo'lolmaymiz. Bizning borlig'imizdan hech kim baxt his qilmaydi. Hech kim xursand bo'lmaydi. Ham hech kim qadr qimmatimizni qilmaydi. Boramagan so'rinlarda ayiblarimiz ichiladi. Bizga mehmon bo'lganlar biz pul to'lash uchun mulozimat supsiga berib kelgicha bizga chandurmay ixcham til g'ayvat qilg'ash arduqdan rasa chiqadi. Yo'qligimizning qadri o'tilmaydi albatta. Borlig'imizning e'tibori bo'lmaydi. Bo'lsak, bo'lmasak o'xshash so'rinlar. Yana ko'ni peti qizi veridi. Lekin biz ahmoqlarcha ko'ngillik bilan biz bo'lmasak hech ish yurishmaydigandek o'zimizni muhim o'ylab olib qurbonlik beramiz. Orqadan bira peshkalchilikka yo'liqsak zahar hamda tilla harakatga keladi. Jahil edi, bilarman edi. Jiq ichib olatdi. Ovozi ching chiqatdi. Bak terikak edi. Tamakini jiq chikatdi. Bexil edi. Akavur edi. Haqqi nappamaydi. Kesal bo'p yomon bo'ldi. O'lib ketib xo'p bo'ldi. Bizning arzimas hayotimiz